Andijondan Qoraqalpog'istongacha piyoda boring. Hazillashyapsizmi? Shu issiqda. Lekin qilsa bo'ladi, sinab ko'rsa bo'ladi. Kelinglar shuna qilamiz. Agarda shu video 48 soat ichida 25 000 km hamda 25 000 like olsa, Toshkentdan Makka-yu Madinaga piyoda yo'lga chiqqan Bobur Ergashev Checheniston prezidenti bilan ko'rishdi. Bobur 26-avgust kuni Toshkent shahridan piyoda yo'lga chiqib 135 kun ichida 2,5 kilometr masofani bosib o'tib Checheniston Respublikasiga yetib bordi va Checheniston prezidenti Ramazon Qodirovning shaxsan o'zi bilan ko'rishdi. Bundan tashqari Bobur Makka-yu Madinaga qolgan 2300 kilometr masofani piyoda bosib o'tib O'zbekiston tarixidagi Makkaga piyoda borgan birinchi blogerga aylanmoqchi. Blogerga omad tilaganlar videoga like bosishni unutmang. Do'stlar, mana bu Gruziya, mana bu hujjat. Bizani Gruziya chegarasiga o'tkazmadi. Hech qanaqa sababsiz. Страховкamiz bor edi. Gostinitsa bron qilingan edi. Sug'urta olingan edi. Bu esa ayrim bir negativchilar uchun isbot. Biza Gruziya chegarasida va Gruziyaga kiradigan bitta mana shu chegara bor ekan, Rossiya orqali. Hech qanaqa sababsiz kiritmadi. Nima qilay? Aytinglar. Qo'limdan kelguncha qiynalib bo'lsam, 3800 kilometr masofani bosib, shu yoqgacha keldik. Bor yo'g'i 1500 kilometr qolgan edi. Maksimum harakat qilamiz. Hozir bu chegaradan kira olmadik. O'zi Gruziyada bitta chegara bor ekan. Lekin harakat qilamiz. Paronda bo'lsa paronda, samolyotda bo'lsa samolyotda o'tkazamiz mana shu mashinani. Dunyo titragan temuriylarim bor, al-Buxoriy navoiylarim bor, yo'ldoshi bo'ldi Alloh o'zbegimni. Voskot O'zbekiston. Hozir biz do'stim bilan ikkita challenge qilmoqchimiz. Challenge'imizning bittasi 1 yilda $1 million qilish bo'ladi, ikkinchisi Polshadan Portugaliyagacha piyoda borish bo'ladi. Bizda challenge'imizning ikkalasi ham tayyor. Challenge'imizni aniqlash uchun biz tanga otamiz. Agar bir taraf tushadigan bo'lsa, biz 1 yilda $1 million qilishimiz kerak bo'ladi. Orqa taraf tushadigan bo'lsa, ya'ni Polshadan Portugaliyagacha 6000 kilometr piyoda borishimiz kerak bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Agar biz Polshadan Portugaliyagacha boradigan bo'lsak, biz Guinness rekordlariga kiramiz. Challenge'ni aniqlash uchun hozir men tanga otaman. Qarab turinglar. Qarang. Endi biz Polshadan Portugaliyagacha borishimiz kerak. Tayyormisiz do'stim? Let's go. O'zbekiston. Sizlar qo'llab tursanglar bo'ldi bizani. Biz bugundan yo'lga chiqamiz. Let's go. Hop. Tayyormisiz uka? Siz tayyor? Qo'ni tayyorsana. Yorib yording, lekin birinchi raundda, ikkinchi raundda hal qil. Tamom, men senga ishonchni berganman. Lekin mehmon deb turibsan, endi ayab urgin. Hop, mehmonni hurmatdan javob qo'yib qo'yishimiz kerak. Bo'l, tamom. Davay, bos. Yaqinroq kelib urishinglar. Mehmon, borib uring. Yeng demadim, borib uring dedim. Men hakamman-ku menda. Referi yordam berish kerak. Bor, qo'ndir, bor. Sor. Voy tentak, uni sekinroq tep, bechorani. Oy! Uka. Uyg'oning, uka. Wake up.